Assalomu alaykum. Demak, bugundan boshlab sizlar bilan PyTorchni o'rganishni boshlaymiz. Demak, PyTorch haqida kelib tanib chiqamiz. Demak, PyTorch bu Deep Learning kutubxonasi 2017-yil Facebook tomonidan open source sifatida ommaga taqdim qilingan va hozirda juda ham ko'plab proyektlarda va oldin ham sun'iy neyron tarmoqlar yordamida demak deep learning amallarini amalga oshirish uchun mo'ljallangan sun'iy intellekt modellari ko'pi demak PyTorchda yaratilgan. PyTorch demak juda ham yaxshi kutubxona hisoblanadi. Uni afzalliklarini ko'radigan bo'lsak, birinchi o'rinda bu easy to learn, ya'ni juda ham demak o'rganishga oson bo'lgan kutubxonalardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari unga doir bo'lgan demak ekzemplar, ya'ni misollar juda ham ko'p. Ya'ni misollar sifatida nimani tutamiz? Agarda biz neyron tarmoq yaratmoqchi bo'lsak, tayyor neyron tarmoqlar bor, open source bo'lgan, ularni olib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari PyTorch demak C++ dasturlash tili ustiga qurilgani uchun juda ham tez ishlaydi, matematik hisoblashlarni juda tez amalga oshiradi va bu muhitda siz Python kodida yozasiz, ya'ni juda ham oson ingliz tiliga yaqin bo'lgan kodlarda yozasiz va yana bir afzalliklaridan biri bu koda texnologiyasini qo'llab-quvvatlashi. Ya'ni GPUlar bilan bemalol ishlay oladi va matrica, vektor amallarni bemalol birgalikda amalga oshira oladi. Xo'p, bundan tashqari yana bitta uni afzalligi, ya'ni open source bo'lgan Hugging Face transformerslarda ham, ya'ni transformer modellari va Hugging Face'dagi transformer modellarini juda ham ko'p ekzemplarlarda, image to image, image to text, text to image bo'ladimi, voice generation bilan text generation, computer vision, xuddi shunaqa modellarni juda ham aksarlari PyTorchda yozilgan hisoblanadi. ChatGPT modellarini ham ko'radigan bo'lsak, GPT modellarni demak GPT 3.5 gacha adashmasam bo'lgan modellari TensorFlow'da, undan keyingi va hozirgi paytgacha bo'lgan modellar bu PyTorchda yozilgan hisoblanadi. Shuning uchun PyTorchni o'rganish juda ham kerakli va zarur. Agarda siz sun'iy intellekt sohasiga kirgan bo'lsangiz va ko'p kompaniyalar hozir TensorFlow'da emas, aynan PyTorchda qo'llab-quvvatlashyapti. Shuning uchun biz darslarimiz davomida PyTorchdan foydalanamiz.